rahmat. Charchamanglar. Hamisha yuzlarsa bugun ustozlarimizni taqdirlashimiz kerak ekan. Sovg'alarimiz bor. Ustozlar va sinfdoshlarni taqdirlashga, mana shu tadbirni tashkil qilishda bosh bo'lgan insonlarimiz, sinfdoshlar kengashi raisi Ulug'bek Ne'matov akamizni mikrofon qarshisiga chaqirib qolamiz hamda Mohidil Qo'ziyeva, Umida Xoliqova, Marg'uba Jo'rayeva, Nilufar Qarshiyeva, Baxtiyor Xudoyqulov akalarimizni mikrofon qarshisiga taklif qilsak, birinchi bo'lib bu akalarimizdan, opalarimizdan chiroyli tilak eshitib qolamiz. Undan oldin mana shu stolda o'tirgan opalarimiz, ustozlarimizni sal beri olib chiqa olamizmi? O'rinlardan turg'izib yordamlashib olsalaringiz yaxshi bo'lardi. Aka, bu sinfdosh bolalarni yig'ish, mana shunday dasturxonga olib kelganda o'zi bo'lmagan. Qiyinchiligi bor, o'ziga yarasha mashaqqati bor. Shuning uchun bir guldiroz qarsaklarni olqishlab qo'yaylik. Rahmat degan holatda ovozlar bilan birgalikda hammamiz rahmat deb qo'yaylik. Rahmat, bu qarsaklar sizlar uchun. Sizlardan ham bir yaxshi tilak eshitamiz. Mana shu akamizga keyin bitta shartimiz bor o'rtada. Shu shartni berib, keyin opamizga beramiz. Bo'ladimi? Assalomu alaykum. Ko'p ustozlar shoshayotgan, ko'p vaqt